Barchaga salom. Sizlar bilan men Husan Minecraft bizning yangigina videomizga xush kelibsizlar. Bolalar, tinchmisizlar, yaxshimisizlar? Samoy, uyda misin? Kim chaqiryapti? Ha, Mermi. Assalomu alaykum Mer, yaxshimisiz? Ha, yaxshi. Seni bitta iltimosim bor edi. Qanaqa iltimos aytavering, bemalol. Qarachi, men bir haftaga qishloqdan ketyapman. Nega bir haftaga ketyapsiz? Shaharda ishlarim borib qoldi. O'shanga qarachi, qishloqlarda ham robochiy ishlari bor. Ularni ham qilib, keyin ularga o'zini izimlarini taqdim etasan. Bo'ptimi? Har biriga 4 ta izimdan. Yo'q, men mer bo'la olmayman. Iltimos, senda yaxshi endi yo'q, boshqalar men bo'la olmaydi. Bittasi aytanga bir hafta edi. Bir hafta. Meni ishlarim ko'p. Ishlaringni bo'shataman. Men senga bir stak izimrud beraman. Rostmi? Bo'ldi, hozir qilaman. Xo'p, senga hozir bo'ldi. Qarachi, mayli men ketib, qishloqlarga qarab turasan. Xo'p. Mer ham ketdi. Bo'lar, men mer bo'ldim. Qanday mer bo'laman? Men tushunmayman mer bo'lishdi. Nima qilsam bo'ladi? Mayli qishloqlarga aytaylikchi. Xo'sh, ketdik qishloqlar bilan gaplashamiz. Mana qishloqlar, salom qishloqlar, yaxshimisizlar? Yaxshi. Nima xabar? Короче, sizlarni yiqqanimdan sabab mer ketibdi. Yaxshi-ku. Maza. Xo'p, короче, hozir bu yerda mer men bo'ldim. Mer menga aytib ketdi. Короче, hozirroq mana bu ishlaringlarni butsanglar, короче, sizlarga o'z izimlutlaringlarni taqdim etaman 10 tadan. Yaxshi-ku. Hozirroq izimlarni olgani ketdi. Meni. To'xtanglar, ishlaringlarni butinglar birinchi bo'lib. Lekin o'zing aytding-ku, hozir men ketdi deb. Biz ishlashimiz shart emas endi. Jinnilar, mer ketdi, lekin mer meni tayyorlab ketdi. Men merman endi. Qo'ysangchi, ajrashma bizni. Lo'qda bo'lyapsanmi o'zingcha? O'zingga merni qo'yolmagini, hamma o'zini mer qo'yadi. Mer sen echasi nima gapirsan, deb qo'yapsan. Men merman. Mer menga aytdi, mana bularni tozalanglar, mana bu cho'plar o'sib ketgan, mana bularni olish kerak, qaranglar. Mana bu vahshiy ichlari, mana bu aynaklar, quduqni ichini tozalash kerak. Shuncha ish bor, ko'rmayapsizlarmi bolalar? Shularni qilish kerak. Sizlar esa oyligimni berdingiz. Birinchi ishni bitamiz, keyin oylikni. Mer o'zi aytdi, ishni bitgandan keyin oyliklarni bergin deb. Yo'q, mayli o'zing bilasan. Biz ketdik yo'lasam. Yaxshi. Tushunarkansizlar yaxshilikcha. Bolalar tushunarkan bo'laram. Молодецlar. Nima qilsam ekan? Bo'pti, ozgina yordamlashaman ular. Hamma joylar hammasini oldim. Xo'sh, ketdik. Bolalar, mer bo'lish mencha yaxshi ekan, oson ekan, juda ham oson ekan. Menga yo'qdi, gapirib qo'ysam bo'ldi. Hozirroq qishloqlar qani? Mayli, merda indek. Qishloqlar nima qilyapsizlar? Biz o'zimizning oyligimizni olgan ekandik. Men sizlarga ish qilinglar dedim, keyin beraman. Boringlar. O'zing aytding-ku, mer yo'q deb. Biz o'zimizning oyligimizni olamiz, bo'lib ketamiz. Hozirroq hammang chiqinglar hammang. Mer ketgan deyapman, mer ketgan. Tushunyapsizlarmi? Mer hozirroq ketgan, men merman. No'xta o'zingcha nimalar to'xtashyapsan? Короче, men merman. Hozirroq bu yerdan yo'qollaring. Men hozir mana buni qulflayman. Yo'qollaring. Hamma ishiga yo'qolsin. Bo'ldi, bola. Chiqarib tashladim. Xo'sh, hamma izimut. Bo'ldi, bo'lar. Xo'sh, hamma izimutlar joyida. Shunchasiga hali imzo qo'yib ham chiqishim kerakmi? Mer ishi juda ham qiyin shekilli menimcha. Har biriga to'xtab bitta-bittalab olamizda. Bunchasini qilib chiqish bitta muammo-yu. Azroq hammasiga imzo qo'yib chiqaman. Tezroq. Nima tovush eshitildi? Tushunmay qoldim. Joy qo'yib qo'ying.
nimani tovush eshitildi shunaqa paytda? Vahshiy tushunmadim. Mening uyim tarafdan eshitildimi? Nima? Oyligimizni bersin. Oyligimizni bersin. Oyligimizni ber hozir o'qsam oy. Oyligimizni ber oyligimizni ber. To'xtanglar. Nima qildinglar meni uyimni? Uf. Men aytayapman-ku, mer meni saylab ketdi merlikka. Bir haftaga men merman. Hozirroq ham ishlariga borsin. Ish qilsanglar, keyin oyliginglar beraman. Oyligimizni ber. Oyligimizni ber. Uf. Hozirroq ishinglarga ketinglar. Yaramaslar. Oy, hozir qani ana. Hozir hammangizni ko'rsataman. Yaramaslar. Hammangizni otib tashlayman. Qoch. Hammanglar ketinglar. Uf. Hamma yo'qolsin deyapman. Yo'qolinglar. Shuncha qilganlarma. Yaramaslar. Men merman desam ham, shuni ham buzishdi. Mayli, endi qurib chiqishga to'g'ri keladi. Yana boshidan. Qishloqlarga qancha marta aytdim men merman desam ham eshitishmadi. Endi bloklarni omborxonadan olib kelishim kerak. Oxirgi eshik va butdim. Butdim va endi ishlarimni qilsam ham bo'ladi. Tushunmadim. Juda qarab turibdi-da. Yoqmayapti. Uyimni tushunmayapman. Bolalar, nima qilsamgina uyimni zo'r idea keldi. Mana bu merni uyini buzib turib, o'zimni uyimni o'sha yoqqa qo'yaman. O'shunda uyim ham o'zimda bo'ladi. Buzish olmaydi ham. Zo'r idea. Hozirroq ketdi. Tezroq qilish kerak. Butdim men nihoyat. O'xshamoy. Nima? Sen rostdan ham mermisan o'zi? Men sizlarga aytyapman-ku, aytdiman-da beri. Men merman. Короче, mer menga mana bu joy, короче, shuncha qoldirib ketdi bir haftaga. Rostdanmi? Men merman. Uzr iltimos, bizni kechiring ber. Xo'p, kechirdim men sizlarni. Iltimos, nima qilaylik? Tushunganinglar uchun juda ham katta rahmat va endi ishlaringlar qilsanglar bo'ladi. Meni boshim og'riyotgani, keyinroq qilaman, ketdimi? To'xta. Hozirroq tuzalib olib, keyin ishlaringni qilgin. Xo'p. Meni ham uyimda birazdan qolib ketibdi. Hozir olib kelay. Mayli. Olib kelib keyin ishlaringni qilgin, xo'p. Xo'p, ketdim. Ishiga tarqalsin. Bo'linglar, hamma ishiga. Xo'p. Ketishdi va endi men bemalol ishlarimni qilsam ham bo'ladi. Ya'ni dokumentlarga qo'l bersam bo'ldi. Butdim, bo'ldi, mana qo'yit. 5 soat deganda hammasini qarab qo'l qo'yib chiqdim. Qishloqlar nima ish qilibdikin, ko'rib kelmasam bo'lmaydi. Bitta ham ish qilishmabdi-yu, qani quduq tozalamabdi. Cho'plarchi? Yo'q, cho'plar ham tozalamabdi-yu. Hammasini men qilaman ekanda endi. Mayli, bola, nima deymiz endi? Mayli, o'z shu cho'plarni tozalab qo'yay. Mayli, qishloqlar, mayli endi. Hali Merko kelsin, o'zim gaplashaman bularni. Mana bularni tozalab qo'yaveraychi. Menda nima o'tadi? A few moments later. 2000 years later. Bola, juda ham charchab ketdim, bola. Shuncha ko'p ish qildim. Bu yerda cho'plar hammasini tozalab chiqdim. Mana bu breklar qolib ketdi. Boshim og'rib. Mana bu anjelarni har birini qilib chiqdim. Bola, past 3 kuncha vaqtim ketib qoldi. Yomon meniki kelyapti. Yomon shirin narsaniki kelyapti. Qornim ochgandanmi bilmadim, lekin mana bu joydan kelyapti. Tushunmadim. Qishloqlar nima qilyapti bu yerda? Boraylikchi. Nima?
Qishloqlar nima qilyapsizlar? Men sizlarga ishlarda qilinglar deganman-ku. Salom Husoboy, yaxshimisan? Ya'ni bir. Keling, piknik qilyapmiz, birga o'tirib piknik qilamiz, birga maza qilib yeymiz. Qanaqa piknik? Voy, men sizlarga ish buyurgandim. Haligi ishingizni aytyapsizmi? Ularni qilmaymiz. Qanaqa qilmaymiz? Men merman. Lekin haqiqiy mer ketgan. Ha, ketgan, lekin men merman. Demak, men hozircha merman. Mer meni saylab shu yerda mer qilib ketgan. Demak, men aytganimni qilishinglar kerak. Nimaga? Men sizlarga xotir aytyapman-ku. Tushunmayapsizlarmi? Hoziroq yo'qotinglar bularni. Hoziroq ishga hamma. Yo'q, qilmaymiz. Mana qo'yat, o'zimning qishlog'imga 13-qishloqqa kelib, o'zi ham shaharda yurib, judayam charchab qoldim. Ishlarim judayam ko'p bo'ldi. O'zimning qishlog'imga judayam so'qinib qoldim-da o'zi ham. Nimaniki degilyapti? Nima? U yerda qishloqlar bor. Hisoboyva hozirroq o'rniga boraman. Nima qilishyapti? Shuncha ishni qilmasdan. Aytyapman-ku. Hisoboy nima qilyapsan bu yerda? Nima tushuntirib beracağım menga? Mer, mana vaqtida kelib qoldingiz. Mana endi merman gaplashasizlar. Biz ishlarda qilib o'tib o'tirgandik. Qanaqa ishlarda? Men mana bu joylarda hammasini qildik. Yana uni qolib qoldi, suv qolib qoldi. Shuncha ishlar qoldi. Sizlar esa menga yaxshi yordam beringlar. Endi men sizlarni bir oylik emas, 6 oylik izimritligingizni hisobimga beraman. Nimaga? Yo'q, iltimos. Yaramsan. Hozir yo'nishni ko'rsaman. Berganinglar. Iltimos. Hech bu qishloqlarga aql kirmadi deb bo'ldi. Sizlar mana men Husanboy bo'ldim. Keyingi videomda ko'rishguncha hammaga xayr bo'lsin.